Demak, qadrli do'stlar, albatta Smile Club ko'rsatuvini davom ettiramiz va bizning klubimizga yana bir ajoyib san'atkor desam ozgina xato gapirgan bo'laman, lekin shunga qaramasdan biz taklif qilmoqchi bo'lgan inson shoirlarni Baxtiyor Fidoyi shoir san'atkor desa bo'ladimi? Bo'ladi, a? Demak, shoir Asabiy. Turishlarini qarang, qulog'i biroz garang. Keling, marhamat, o'tirib olishingiz mumkin. O'tirib oling. Demak, qadrli do'stlar, bu yo'qda tushirib oling, efirdamiz, syomka. Bu bizning shoirimiz, taxallusi ajabtovur, Asabiy. Nimaga bunaqa? O'zim ham hayronman, kulib, doim kulib yuraman, mana ko'rib turibsiz. Haliga birovning asabiga tegmayman, lekin o'zidan o'zi men bilan gaplashgan odam asabiylashib ketaveradi. Yo'q, umid qilamizki, bugun faqatgina yaxshi she'rlardan bahramand bo'lamiz va iltimos ko'zoynakni olib qo'ysangiz, chunki har holda efirdamiz, madaniyatsizlik. Shoir insonga ko'zoynak yarashadi deb o'ylayman. Bu qora ko'zoynak bu. Yo'q, oqi ham bor, oqi ham. Faqat shu oqin taqsam boshim aylanib ketyapti, to'g'ri tushunyapsizmi? Hamma joyda bo'lsa nima qilasiz ko'zoynak taqib? Endi aytyapman, shoirligim qayerda qoladi? Xo'p, demak, qadrli do'stlarimiz bilan, aziz tomoshabinlarimiz bilan bugun qanaqangi bir she'rlardan o'qib beramiz. Demak, qadrli tomoshabinlarimiz bilan bugun qanaqangi bir she'rlardan o'qib berasiz? Yo'q, men o'qib bermayman. Men boshlovchiman, siz o'qib berishingiz kerak bu yerda, chunki. Yo'q, siz hozir o'zingiz aytdingiz, o'qib beramiz dedingiz. Qanaqangi she'rlardan bugun o'qib berasiz? Ko'zoynakni olib qo'ying, iltimos. Juda bir asabga tegar ekansiz. Men asabga tegarim yo'q hali. Tegayapsiz. Xo'p, demak, vaqtni cho'zmaylik, iltimos, bizning efir vaqtimiz bor. Qolaversa, mana bu yerga tashrif buyurgan do'stlarimizni ham vaqti ziq. Shuning uchun iltimos she'rga o'tsak. Bo'ldi, o'tdik, ketdik. Qayoqqa ketasiz hozir? O'tamiz dedingiz. Keting bo'lmasa, ketsangiz keting. Vaqtimizni olmang, chunki boshqa rezidentlarimiz bor. Taklif qilishimiz kerak. Xo'p. O'qisangiz o'qib bering. Nimani? She'r o'qib bering. Nimani o'qib berardingiz? Bo'ldi, bering o'qiyman. She'r sizda, mana bu yerda biror narsa bormi, yo'qmi? Bor. O'qing shuni, oching. Baliq. Baliq. Xo'p, baliq. 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 Baliq, tushundim, baliq. Demak, baliq, qadrli do'stlar, shoir Asabiydan baliq. Baliq. Baliq she'ri, shunaqami? Mayli, boshlab olsam. Baliq, riba, baliq, fish, yana nima? Al baliq. Yo'q, shu yerda arabchasiz. Yo'q. Xo'p, mayli, baliq. Marhamat, shoir Asabiy. Siz qarang, siz hozir asabiylashib ketyapsiz. Asabiylashganim yo'q, men yaxshi o'tiribman. Baliq. Yo'q, siz asabiylashib ketyapsiz. Asabiylashganim yo'q men. Baliq. Baliq. Bunda o'tirmang desa, birinchi kelganmi? Baliq. Baliq oviga borib, oltin baliq tutib oldim. Buni hech ham kutmovdim, go'yo lotereya yutib oldim. Tasavvur qiling, baliq oviga borsiz. Tezlashaylik, iltimos, vaqtimizni olmang. Ko'zim chiqib ketdi, yo'q, rosa katta ekan baliq. Yetilibdi o'zi ham figurasi, go'sht iliq. Baliq menga qaradi, ko'zlarini qilib lo'q. Men ham qarab turuvdim, sekin dedi urib do'q. Menga qara shoir, voh, meni qo'yib yuborsiz rochna. Agar qo'yib yuborsang, boyib ketasan tochna. Bolalarim kutyapti, no, qarang, no, orol yonida. Seni ham kutayotgandir, xotinchang oldida. Nima menga? Kutyapti, uyda kutyapti meni. Xotinim, sizning ishingiz nima? Aniq uyda kutyaptimi? Bali, uyda kutyapti. Endi shuning uchun mana siz uy deganni o'qiymiz. Asabiylashmang, iltimos. Qani tilla dedi u. Nima dedi? Qanaqa tilla? Yo, siz tushunmadingiz.
Bu yerda nima? L ni ikkita yozib yuboribman, L ni ikkita yozib Qani yuboribman. tila dedi u, demak tilagingizni tiladingiz. Qani tila dedi u, tilaging bo'lsa gapir, yo poddershka kerakmi, ishonganingni chaqir. Xo'p, rahmat. Yo, dedi baliq menga, baliq shunaqa dedi. Iltimos, bo'ldi, kameralarni o'chirib Baliq qo'yamiz. shunaqa Bu yog'ini ko'rsatib bo'lmaydi. Bu nufuzli televideniya har Yo, holda. men eshitdim, bu she'r bu, Xo'p, badiiy she'r. asar bu. Korotchi senga gapim, tilaging bo'lsa menga ayt. Men bajo keltiraman, meni yema, shahdingdan qayt. Men dedim, mayli unda bitta zo'r inamarka. Parijdan dala hovli, darvozasi bo'lsin arka. Bo'pti, bajo etaman dedi bizning baliq voy. Senga lizing bo'lsinmi yo kredit qo'ynahoy. Baliq sizga kredit taklif qildi. Qarang, baliq tiladi, men kreditmi Yaxshi, lizingmi? ishonsa bo'ladi. Qoshginamni chimirdi, baliqning so'nggi gapi, achchig'im chiqib ketdi. Chiqdi suhbatning Changi. bilar ekansiz, siz men she'rlarimni o'g'irlayapsiz, bilasizmi? Chunki changi to'g'ri keladi-da bu yerda. Yo, siz avvaldan bilasiz. Xo'p, bu yoqni o'qing, vaqtimiz olmang. Qarang, baliq meni o'zicha mot qilmoqchi, go'yo o'zi chavandoz menichi ot qilmoqchi. Men ham yerdan chiqib qolgan qo'ziqorin emasman. Uncha-muncha baliqni so'ziga xo'p demasman. Men dedim, "O baliqcha, senga bir gap aytaymi? Sendan chiroyli qiz." O'tiring bu yoqqa, o'tiring bu yoqqa, iltimos. Yo'q. Birovni qo'shig'ini buzishni hojati yo'q. Yo'q, birovni qo'shig'i emas. Avvalgi yozgan she'rlarimda shu qatorda ishlatuvdim-da, shuning uchun hozir ketib qoldi hozir. O'sha qo'shiqni ham men yozganman o'zi. Men dedim, "O baliqcha, senga bir gap aytaymi? Qovurganim yaxshimi yo suvda qaynataymi?" Ha, demak nima bo'ldi keyin? Suvda qaynatib yebordingiz. Yo'q. Men aytdim-ku sizga, men haligi yaxshi, aqlli odamman. Demak, sizni baliq rostdan ham mot qildi. Yo'q. Haligi baliq yaxshi gaplashib o'tiruvdik bir chiroyli. So'rasam bu yetim ekan. Xo'p, mayli, rahmat. Bu yog'i qarshigilar bo'lsin. Biz afsuski xayrlashamiz siz bilan. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Yo, men yana kelaman. Yo'q, rahmat. Ko'rishmaymiz degan umidlardamiz. Sog' bo'linglar. Qarsigiylar. Shoir Asabiyga.